Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchalarga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninlar, sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan akalarim, opalarim, tengqurlarim, jon digonalarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohning panohida bo'linglar. Hurmatli YouTube ahli, yana shu eski mavzularni yana ko'tarishga majbur bo'ldim. Sababi shu 3 kundan beri to'xtatamiz, shu mavzularni to'xtatamiz, eski mavzularni to'xtatamiz desak yo'q. Aksiga olib afsus va nadomatlar bo'lsinki, bu kal yana kavlashni boshladi va yana shu o'lib ketgan odamlarni jalabdan olib, jalabga solib va e, shu O'zbekiston Respublikasini oliy sudlari orqali ham tasdiqlangan bo'lishiga qaramasdan yana haromidan olib, valatiznoga olib va biz tan olmaymiz deb yana shu Botir Qodirovning mavzusini yana boshladi va yana kim bilan? Shu xolavachchasi Rustam, Botir Qodirovning xolavachchasi Rustam bilan yana spor qilishni boshladi. Kal, spor qilma. Spor qilganing bilan sen bu erkak ekan. Rustam erkak ekan. Sen ayol kishi eslasang, o'tgan yili Buxorolik Malika hoji onamiz borib lokatsiya tashlagan paytda sen bora olmading. U ayol kishiga chiqa olmading, erkak kishiga chiqasanmi? Uyalmasdan hozir yana ovozli zapsini qo'yib qo'yibsan. Xo'p, ovozligini qo'yib qo'yibsan. Xo'p, uchrashaman deb unga vizit tashlayapsan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, sen erkak bo'lib, agar erkaklik mabodo deyman-da, erkaklik chesting qolgan bo'lsa, kal, rahmat, chiq xalqning oldiga. Bitta ko'zing kameraga, bitta ko'zing Amerikaga qarasa ham chiqib gapir, shunday tikka chiqib gapir. Erkaklik chestingni o'rtaga, agar erkaklik chesting qolgan bo'lsa, o'rtaga qo'yib gapir. Ha, men uchrashishga tayyorman. Agar men bilan uchrasha olmasam, palon bo'lay, po'kin bo'lay deb. Sen ayol kishiga chiqa olmading, erkak kishiga chiqasanmi? Qancha vizit tashlashyapti, qancha uchrashaman deyapti. Yana nima deyapsan? Yana dalbash nima deding yana sen? Sal bu kalling bilan urushib qolgansan shekilli-ga. Yana nima deyapsan? Zoir Shohda, Shohjahon Jo'rayevda, Botir Qodirovda olib kelgan taqdirda ham men ularni tanib, sen kimsan tan olib? 7 bir qolganimisan qo'pol qilib aytganda, kimsan sen tan olib, tanomasin? Senga qopdimi? Sen umring davomida Sherali tog'a rahmali jur'at ko'rganmisan? Umringda ko'rganmisan? Yana Halim tog'amga anaqa qilyapsan-da. Halim tog'am boshida anaqa qilgan. Keyinchalik bu jiyanini ham o'ylab, bu jigarini ham o'ylab turib, ikkalasini keyinchalik murosaga keltirib qo'yaman deb turib bir sabablarga ko'ra bir narsalar qilgan. Keyin ashibkasini tushungan. Ezib jigarini ezaman. Yana menga qara, sen ezib jigarini ezib kimsan? Yana eng anaqasi, yana bir o'zigaligi gaplaringga anaqa tortgani menga. Abror Muxtor Alini deb bitta anaqasini ushab olgansan, gapini ushab olgansan. Sen agar sen yana qaytaraman shu gapni. Sen agar erkak bo'lganingda, erkak men dayus emasman. Sen dayusda ham dayussan. Men qizingni ko'rsatib bo'lgansan, xotiningni ham ko'rsatib bo'lgansan. Eng qizig'i, u xotiningni attangorini ko'rsatganing u fignya u. Qog'ozga bunday qilib o'rab aytganda, u fignya u xotiningni ko'rsatgan. Eng qizig'i, sen xotining bilan bitta yostiqqa pastelga bosh qo'yib, hattoki nimalargacha hamma yo'g'ini kirdikorlaringni aytib bergansan. 7 yot begona insonga sen hamma kirdikoringni aytib bo'lgansan. Sen yana boshqalarda sensan aslida dayus. Qara, Rustam dayuslik qilib, xotinini biror marotaba ko'rsatganmi? Yuzini ko'rsatganmi? Yo bironta ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib qo'yganini ko'rganmisanlar? Xotinini, farzandlarini chiqarib qo'yganini ko'rganmisan? Ko'tda olib ko'tga solyapsanlar. Yana hamchi bizichi Andijon xalqichi kechirimli xalqda. Bitta kechirim so'rab qo'ysa, uzr so'rab qo'ysa, kechirib ketaveradi-da. Onasini so'kasanmi, buvisini so'kasanmi? Ha, mayli ekan, qo'y. Alloh uchun kechirim so'rayapti-ku. Bo'pti, kechirib qo'yaver, deydi-da. Endi bitta gap senga.
Rahmatullo, Allohga solishni bilyapsan-a? Qaysiligini bilasan? Hozir men senga aytib beraman. Sen ko'rmasdan, birovni tagidan sug'urib olmasdan 1,5 yil davomida Zulxumor opa rahmaliydi, ya'ni Botir Qodirovni onasini jalabdan olib, fohishadan olib, fohishaga solib, haramidan olib, valatiznodan olib, valatiznoga solyatuvding. Oldin anaqalarimiz, eskilarimiz aytardi. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir hech qanchaga bormayapti deb. Qalaysan, borma oriq. Sigandan nevarali bo'lyapsan deb eshitdik. Ilohim tuhmat bo'lsin. Nimaga? Kulmagin kilo kelar, orqangdan yetib kelar degan gap bor. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Men ham qiz katta qilyapman. Men ustingdan vobshe kulganim yo'q. Men sen siqirtga hayotda achinmayman. Seni bironta o'riz orqangdan itarib ketibdi desa, boplab ko'tibdi, endi rostdan ham ko'tibdi-da deb xursand bo'laman. Atak qizingni gapirgani uchun, qizing jicha gap so'z bo'lgani uchun rosa ko'pchilik ayollarimiz asha seni yomon ko'rgan ayollar shu astag'firulloh dedik-da. Astag'firulloh dedik nimaga? Bu qaytar dunyoda birovning ustidan kulmagin kilokelar orqangdan izlab kelar. Bolada ayb yo'q-da. Shu bolani chiqarib qo'yishadi ayrim haromilar, bolani shapka qilishib oladi, boshqa qilishib oladi. Eslaringdan chiqarishma. Bolada ayb yo'q, farzandda ayb yo'q. Bo'lib ham o'ligilar gapirmaydi. Jim tinglab anaqa qiladi deydi-ku. Nima bo'ldi? Borma oriq. Ish qilib o'g'lingdan ham xabarlar yetib kelmasin-da. Qizingdan yetib kelgani senga yetadi. Yevriy, kal, meni eshit. Rasm yozib tashlayapsanmi ko'ting qichib? 3 kundan beri bu temani yopamiz deyapmiz. Sen o'zing boshlayapsan. Sen o'zi vobsheta kimsan? Men bitta jon farzandni, ona, opa, sherik, tengqur bo'lib gapirib chiqyapman. Sen kimsan? O yerda Amerikasida yashaysan. Kimsan sen? Jo'rayevlarga kimsan sen? Kimsan sen Jo'rayevlarga? Kimsan? Yana Zoirshoh Jo'rayev qanaqadir qo'shiq aytsa, buzib aytdi. Bu naqasidan, bu nimani qoniga o'xshamayapti. Ha? Chatda gapirib o'tirding hali kuni. Bu Shohjahonda anaqa qilmayapti. Shohjahonga aytib, talabini qochirib qo'yish kerak deb Botir Qodirov bilan urushtirgani yetmaganda yevriy yalaq. Endi ikkala Shohjahon bilan Zoirshohni ham urushtirmoqchi bo'lasan. Hamma xohlaganini aytadi. Qo'ykini savol beribsan-a? Agar, mana eshiting, agar Shohjahonlar bilan u aka-uka bo'lsa, agar Sherali Jo'rayevda действительно o'g'li bo'lsa, nima uchun baski bastala olmayapti? Nima uchun tor ko'tara olmayapti? Kimdadir shunaqa fe'l bor. Tor cholmay aytadi. Kimdadir unisi bor. Lekin senlar shunaqa yering isqirt bo'lib ketgansanki, senlar ko'ra bira olishmayapsan. Bag'rilaringdan ko'ra yuragingdan eshitsang, bizga o'xshab tinglasang ohang sadolarini, yuz siymolarini ko'ra bilisharding. Yo'q, aksincha, afsuski, senlarda yering illat to'lib toshib yotibdi maytda. Nima uchun? Chunki senlarda har bitta jicha to'xtasang, qulog'ingga quyadigan, ayrim bir tinchligida ko'ra olmaydigan, yili bo'yi kimlarnidir ezib o'tgan, qaysidir o'zligini yo'qotgan, pul uchun mukkasidan ketgan, pul uchun kerak bo'lsa jigarini ayamaydigan qaysidir bir ifloslar bor. Shuncha senlar to'xtata bilmayapsanlar o'zlaringni. Agarmi senlarmi bir ota sifatida, bir aka sifatida, bir O'zbekistonimizning shu farzandi sifatida shu Botir Qodirovni yuraklaringdan sindirib ko'ra bila olishganingdamidi? Senlar albatta Sherali Jo'rayevni ko'zlarini ko'risharding. Albatta ko'risharding va ohanglarini seza bila olisharding. Senlarda bu narsalar yo'q. Senlarda sezish, tuyg'u, sevgi tuyg'usi, mehr tuyg'usi yo'q. Senlarda mehr, sevgi tuyg'ulari barchasi puliga aralashib ketgan. Ming afsuski, puliga aralashib ketgan. O'zlari pul uchun o'ch bo'lgani yetmagandek. Afsuski, senlarni ham shu botqoqqa, shu anaqaga tiqib qo'ydi.
kirdikorlikka, mehrsizlikka, illatlar aro anaqaga tiqib qo'ydi. Senlarda. Ming afsuski, ming afsus. Sherali akani joylari jannatda bo'lsin. Mayli, lekin ming afsus. Kal, senda ozgina bo'lsa ham vijdoning, senda yalaqlarda vijdon, og'zi xoramlarda qayda bo'lsin vijdon? Qayerda bo'lsin vijdon? Senlarda vijdon yo'q, vijdon bilan jig'ildonni bir qilishib yuborgansan senlar. Bir qilishib yuborgansan senlar. Da, vizib beryapsan ko'ting kichib. Gap yo'q. Qo'yib qo'yibsan bunday qilib ko'rishamiz deb. Gap bo'lishi mumkin. Chiq xalqning oldiga. Chiq. Shaxsan men tarqatib beraman. Shaxsan men prosmotrini ko'paytirib beraman. Qanday prosmotrini ko'paytirib beraman? Hozir gapirishing mumkin. Seniki o'zi menga mingta odamni o'zi yetadi. Mingta odamni o'zi yetadi. Bo'lib ham senga o'xshab anaqalar ko'rmaydi. Kerakli insonlarim ko'radi. Men prosmotr uchun emas. Men addushi yurakdan chiqarib gapiraman. Chiqar. Davay, bitta narsaga kelish. Mana kuni ko'rishamiz. Xalqning oldiga chiqib va'da ber. Jaqqa javob chiqaman deb. Temur ham chiqaman deyapti. Islom ham ko'rishaman deyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Nur ustiga a'lo nur bo'lardi agar kataklaringdan chiqishganingda shunday basharalaringni ko'rsatib, lopma-lop kelib bir-biring bilan ko'rishganingda nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ha, kстати. Yana bir narsa, Islom sen anaqa qilyapsan, senlar shu nimada gapirishyapsan. Vatanimizga, viloyat hokimiga gapirgan Timurda senlar yuqorilarga ko'tarib o'tirishibsan, uni gruppasida deyishyapsan. Yo'q, eshit. Men Timurda hech qachon Timur Raisov gruppasining adminini hech qachon tarafini olmaganman. Bu bir. Ikkinchisini eshit. Hech qachon uni gapini ma'qullab anaqa qilmaganman. Men qaysi gapini ma'qullaganman? Jag'imga javob beraman. Qaysi gapini ma'qullaganman? Men Botir Qodirov bilan Shohjahon Jo'rayevni imkon qadar yarashtirib qo'ying bolam deganda katta xolalar. Bo'ldi, imkon qadar harakat qilaman deganini yaxshi bo'lardi deb ma'qullaganman. Atak men uni hech qachon tarafini olmaganman. Bu bir. Ikkinchisini eshit. Viloyat hokimini gapirganda men chiqib atvet qilib qo'yganman. Pastdagi video obzorimni ko'rsang, shu hayitdan 2 kun oldinmi gapirganman. 2 kun oldin gapirganman. Hayitdan 2 kun oldin rosa ro'za paytda gapirganman. Endi eshit. Prezidentimizni so'ysa reaksiya bildirishyapsan. Men hech qachon o'zimni ona yurtimga, o'zimni ona yurtimga, o'zimni prezidentimga hech qachon o'zim O'zbekistonimga rahmatchilik soldirtirmayman va solgan insonlarga ham billa solaylik degan insonlarga ham iditni na 3 bukva deyman. Hech qachon qo'shilmayman. Men tinch yurtimda yashayapman. Osmonim musaffo. Nima uchun chiqib gapira boshlaganman men? Haqiqatan ham andijonlikligim uchun. Haqiqatan ko'p narsalarni ko'rganim uchun men chiqib gapirganman. Baralla chiqib hozirgacha gapira olaman. Yana bir narsaga keladigan bo'lsak, Botir Qodirovga sen kimsan, aralashasan, u bu deyishding. Yana shu gapimni qayta ayta olaman. Andijon farzandi, bo'lib ham Asaka tumanining farzandi. Asaka tumani Mo'day qishlog'ida katta bo'lgan. Qanday katta bo'lgan? Kelib ketib o'ynab, cho'milib, lochinlar bilan birgalikda yurishgan, otabeylar bilan. Birgalikda yurishgan. Birgalikda o'ynab, cho'milib yurganmiz. Shuning uchun baralla chiqib gapirganman, yana gapiraman. Kalvacha. Yana bir narsa senga. Jalabni bolasi, Valatiznodi bolasi deyishdi, bast qil. Ras erkakmisan? O'zingcha vizib tashlayapsan nimaga? Anaqaga, Rustamga. Chiq xalqning oldiga qasamingni chiroyli qilib, illa billah deb qasam ichishni bilasan-ku? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb o'zingcha gapirib turib, keyin siyishni boshlaysan-ku? Ko'p narsalarga. Chiq xalqning oldiga, mardmisan? Va'dani ber, boradi. Oqqortaydan kelgan pingvin emas, u borib olgandiki, chumoyni chiqardimmi desang chappay cholib kelgani. Sendan ko'ra paryadishni ular.
Sendan ko'ra порядочный. Bilasanmi, qaysi tomonlama порядочный? Og'zi halolda, sen o'sha yalamas. Siqirdi. Kamroq anaqa qilgan g'iybatlar qilib, kamroq kaldagilar. Amina Xayriya fondidagi ayrim g'iybatchi ayollar. Bu qilishasan, erkaklar, senlarni erkak hisoblanma, bilishasanmi? Senlarni erkak hisoblanma. Kirib olib, ayoldan bettar latachay narsalar. Тряпочный ro'jalar. Ras shunaqa qilyapsanmi, vizit tashlayapsanmi chiq xalq oldiga. Hozircha shunaqa gaplarim, hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim. Imkon qadar yoqsa like bosib, podelitsa qilib, o'z fikrlaringlarni qoldirib qo'yasizlar. Hozircha shunaqa gaplar, ertaga yana chiqaman. O'zi vaqtim ham yo'q, uyda remontlar bilan umuman vaqtim bo'lmayapti. Keyin yana bir narsa gapirib o'tay 2 minutgina, yana bitta narsa. Mehnat meni ovozimni chiqaribsan, bilasan, senga gapiryapman, sen barib ko'rasan, bilaman. Mehnat qilayotganimni qizim bilmagan holda meni shu unaqa o'zimni yaqinlarimni gruppasiga tashlayman deb boshqa gruppaga ming afsuslar bo'lsin, adashib qizim tashab qo'ygan ekan. Sразу shu narsani ham uspets qilmadim, keyin uspets qildim, o'chirgan, lekin barib saqlanib qolib kecha menga tashab beribsan. Mana mehnat qilganlaringni men fohishalik qilmayapman. Ko'chaga chiqib, tanamni anaqaga puliga sotmayapman. Men o'z uyimda, o'z xonadonimda, o'z qo'lim bilan, o'z qo'llarim bilan remont qilyapman. Nima sababdan? Men usta chaqiradigan bo'lsam, pul ketadimi? Undan ko'ra, shu pulni bitta joyga qo'yib qo'ysam, yaxshi kunlarimga ishlataman. Qalay tushunishding? Men mehnat qilayotgan narsamni chiqarishsang, hech ham hijolat bo'lmayman. Bemalol 100% chiqarishaver. Meni birovdan tilim qisiq joyi yo'q. Keyin yana bitta narsa. Meni o'ynatib yozdirishma ovora bo'lib. Faqat chuqur bloklab ko'yib yuboraman. Men birov bilan sevishib yuradigan ayol emasman. Sevishmayman. Men sevishdan keyin tug'ilganman. Sevishadigan yoshda ham emasman. Yana eng oxirgi gapim, o'gaydi beti qursin. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim, musofirda yurgan akalarim, opalarim, hammanglarni Allohning panohiga deb sizlar bilan hozircha shu efirimni tugataman. Hammanglarga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan Irusha taxallusosidagi Nilufar Siddiqova. Barcha-barchalarni sevaman. Negativchilarim, senlarni ham sevaman. Senlar ham kerak bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.